Excel'da shunchaki raqam terishmoq bu imniyatning 1% xolos. Birinchi qoida nisbiy murojaat. Formulani pastga tortganingizda Excel katak manzillarni avtomatik ravishda o'zgartirib boradi. Bu odatiy holat. Ikkinchi qoida absolyut murojaat. Agar nusxalash paytida manzil o'zgarmasdan qotib turishini xohlasangiz, $10 belgisidan foydalanasiz. Uchinchisi aralash murojaat. Bunda faqat satr yoki faqat ustun qotiriladi. Masalan, A1 yoki $1. Bu tasavvur qiling, mahsulot narxlari har xil, lekin soliq foizi bitta katakda. Biz soliq katagini absolyut qilamiz. Natijada hisob-kitob barchasi uchun to'g'ri chiqadi. Endi funksiyalar kutubxonasiga o'tamiz. Excel'da yuzlab tayyor formulalar bor. Ular formulalar bo'limida saqlanadi. Bu yerda funksiyalar turlarga bo'lingan. Moliyaviy, mantiqiy, matnli, sana va vaqt, matematik va hokazo. Jami 14 xil toifa mavjud. Har qanday funksiya qavslar ichiga yozilgan argumentlar bilan ishlaydi. Argumentlar son, matn yoki katak manzili bo'lishi mumkin. Matematik funksiyalarga misol: koren ok kvadrat ildizni hisoblaydi. ABS esa sonning absolut qiymatini chiqarib beradi. Statistik funksiyalar: max-bil eng katta sonni topadi, min eng kichigini, srzernach esa o'rta arifmetik qiymatni hisoblaydi. Formulani yozishga qiynalsangiz, fx tugmasini, ya'ni funksiya ustasini bosing. U sizga yordamchi bo'ladi bo'ta. Funksiya ustasi sintaktik xatolarni oldini oladi va argumentlarni to'g'ri ketma-ketlikda kiritishni ta'minlaydi. Mantiqiy funksiyalar yordamida Excel'ga shart qo'yish mumkin. Agar bu shart bajarilsa, buni qil. Aks holda boshqasini mura. Funksiyalar murakkab hisob-kitoblarni avtomatlashtiradi. Buxgalterlar va tahlilchilar uchun bu vaqtni tejashning eng samarali usuli. Hatto oddiy yig'indini hisoblash uchun ham sum funksiyasi yoki avtosumma material sigma tugmasidan foydalanish kifoya. Jadval bo'ylab sichqoncha yoki klaviaturadagi tugmalar yordamida tez harakatlanish mumkin. Excel funksiyalarini o'rganing va ma'lumotlar ustidan to'liq nazoratga ega bo'ling. Bu sizning muvaffaqiyatingiz kalitidir.